Assalomu alaykum. Men Jalol Abdullohor, yoshim 63 da yaqinda to'laman. O'zimni natijamni aytib beradigan bo'lsam, 2020-yil boshida meni shu konsertni eshitishga taklif qilishdi. Chunki nima sababdan men bu yerga keldim? Chunki menda yuragimda juda ham katta muammo bor edi, juda ham katta gnonik bor edi. Keyin undan tashqari davriyam ko'tarila boshlagandi. Yoshligimdan varikozim bor edi. Yoshim o'tgan sari menda osteoporoz va grija paydo bo'ldi belimda va shu muammolar meni qiynay boshlagan uchun salomatlik yo'li taklif qilgan uchun men shu mavzuda tanishishga keldim va bu ma'lumotlarni eshitgandan keyin shu ma'lumotlar asosida men o'zimga qaror qildimki, sinamoqchi bo'ldim. Shu maqsaddan haqiqatan menga yordam beradi. Chunki men o'zim vrach bo'lganim uchun bormagan joyim qolmagan, muammolar bo'yicha konsultatsiya olmagan joylarim qolmagan va hech qanaqangi meditsinamiz, o'zim o'qigan meditsinam menga yordam bera olmadi. Shuning uchun men tabiiy yo'l bilan yo'lga yurishga qaror qildim. Mana shu mahsulotlarni ichishni boshlagandan keyin natijalarim juda ham yaxshi bo'ldi. Bel og'rig'im qoldi, shishlarim yo'qoldi. Oyoqlarim og'rimaydigan bo'lib qoldi, oyoqlarim ishib ketardi, u yo'qoldi. Sekin-sekin borib o'zimni yaxshi his qilib boshladim. Energiya menda hosil bo'ldi. Keyinchalik mahsulotlar ichish davrida qarasamki, menda osteoporozim yo'q bo'ldi. Chunki osteoporoz juda kuchli deyishgan edi rentgenda. Undan keyin yana yillar o'tib, oylar o'tgandan keyin men grijam bilan shug'ullana boshladim. Grijamni shug'ullanib boshlash uchun suyak uchun kerak bo'lgan hamma mahsulotni icha boshladim, lekin shu orada meni mashina urib ketdi. Ya'ni juda ham og'ir ahvolda 16-bo'lmasga keldi, oqtirishdi, o'zim ham bilmayman. Juda ham qon yo'qotdim, og'ir ahvolda edim. Nafas ololmasdim chunki avariya natijasida 9 ta suyagim singan ekan. Uning ichida 2-3 ta qovurg'alarim singan uchun o'pkam menga nafas olishimga yo'l qo'ymagan. Mana shu holatda menga birinchi yordam ko'rsatishdi, yana qo'llarimga gips qo'yishdi va 10 kun ichida men uyimga qaytib keldim. 10 kun ichida qaytib kelgandan keyin mana shu konsepsiya bo'yicha yana ko'proq ichida suyak uchun kerak bo'lgan mahsulotlarning hammasini usiliy rejimda icha boshladim. Uning ichida icha boshlagandan keyin men o'zim hayron qoldim. Chunki 10 kun uyda yotgan bo'lsam, menga постоянно уход bo'lgan. Ya'ni даже nima deydi? O'rnida turolmagandan keyin hamma ichish, hojat hammasi shu o'rnida bo'lgan. Lekin 10 kun, 20 kun o'tgandan keyin men juda ham bu mahsulotlarni ajoyibligini his qila boshladim. Chunki men o'rnimdan turib xonada yura boshladim. Sekin-sekin devor ushlab, stuldan ushlab xonada yura boshladim. Lekin undan ham anaqa zo'r rezultatim shu bo'ldiki, shundan keyin 20 kun o'tgandan keyin, ya'ni 1 oy уже общий mana 18 sentyabrda bo'lgan bo'lsa, oktyabr oxirida men уже o'z oyog'im bilan Frankfurtga borib, gipslarimni oldirdim. Kontrolli rentgen qilganda hamma suyaklarim bitib ketganini ko'rdim. Juda ham xursand bo'ldim. Meni yoshimda shunaqangi, agar men shu mahsulotda bo'lganda, meni yoshimdagi ayollar agar shunaqa perio'dni olgan bo'lganda, oylar, balki yillar ham yotgan bo'lardi. Agar men shu mahsulotlarni agar bilmaganimda, iste'mol qilmaganimda, men mana shu ayollar qatori, insonlar qatori yotgan bo'lardim. Rahmat. Shu nimani ichdingiz? Nimalar ichdim? Men ichdim. Coral Detox ichdim, Beluron ichdim, MSM, Flexicor, Hayfaber va shunga o'xshagan suyakni tiklaydigan hamma mahsulotlarni usiliy rejimda ichdim va shuning uchun men bir oyda уже oyoqqa turib xonada yurib, bir oyda bitadigan narsani 10 kunda ichib bo'lgansiz. Bir oyda narsani 10 kun ichib oyoqqa turdim. Grijamni men o'sha mahsulot ichgandan keyin, bir yildan keyin MRT qildirsam, juda ham xursand bo'ldim, даже grijam o'sha yo'qolibdi. Bunaqa zaключение degan joyda grija to'g'risida umuman so'z topa olmadim. Juda ham xursand bo'ldim. Hozir baribir ham anaqa insonda mana yosh o'tgan sari moyillik bo'ladi. Chunki har doim mahsulotlar anaqa bo'lgani uchun men постоянно mahsulotlardan foydalanib turaman. Beluron, kollagen degan mahsulotlarni tez ichib turaman. Chunki nima deydi?
inson yoshi o'tgan sari hayotda ko'proq yashagisi kelib qolar ekan, umrim uzoq bo'lishini xohlayman. Nevaralarim, chavaralarim to'ylarda ham o'rtaga chiqib o'ynab yurishni Ilohim. Xudo xolisa. Rahmat.